Bugungi mavzuyimiz inson va suv. Inson va suvni ko'rib chiqamiz va ularning o'zaro bir-biriga bog'liqligini bir yaxshilab ko'rib chiqamiz. Demak, avvalo hayvonlarga ta'rif beraylik. Misol uchun, bo'ri, mana koordinata o'qida matematikada hammaga ma'lum, mana bu koordinata o'qi, son o'qi deb ataladi. Mana bu yerda 0, bu yerda -1, -2 va hokazo cheksizlikgacha. Bu yerda 0, 1, 2 plus cheksizlikgacha davom etadi. Endi son o'qimizda matematik nuqtai nazardan hayvonlarga ta'rif berib ko'ramiz. Bo'ri, misol uchun bo'ri -3 dan -5 gacha oralikda mana shu diapazonda harakatlana oladigan hayvon. Ya'ni misol uchunda bo'ri faqat nima qiladi? Ov qiladi, go'sht yeydi. O't yemaydi-ku, to'g'rimi? Go'shtxo'r. Ya'ni yirtqich hayvon hisoblanadi. Yoki yana qaysi hayvon? Misol uchun yirtqich hayvonlardan bir yoqqa qo'yamiz. Sherni olaylik. Yo chiya bo'ri bo'ladi, yo sirtlon, farqi yo'q. Endi bu tomonda quyon, misol uchun +2 dan +5 gacha bo'lgan oralikda harakatlanadi. Ya'ni bu o't yeydi, sabzavotlar, meva-chevalar yeydi. Yoki bir oxuni olaylik. Xohlaning, mayli tovuq oling, farqi yo'q. Ya'ni tovuq don yeydi. Misol uchun, mayda-chuyda bu narsalar bersa nima bersa yeydi, lekin bo'riga o'xshab yirtqich hayvon bo'la olmaydi bular. Misol uchun, quyon, oxu va hokazo. Ya'ni yirtqich hayvonlar bir tomonga, yirtqich bo'lmagan o'txo'r hayvonlar bir tomonga olsak, mana shu koordinata o'qib oylab, hammasini o'zining aniq diapazoni bor. Ya'ni qaysidir joydan qaysidir joygacha, ya'ni aniq bitta diapazon ostida ular harakat qiladi. Ya'ni cheksiz istasa o'txo'r, istasa go'shtxo'r bo'lib keta olmaydi. Ularning aniq chegarasi bor. Bu hayvonlarga ta'rif edi. Shunday qilib, istagan hayvonni istagan joyga nima qilishimiz mumkin? Ta'riflab joylab qo'yishimiz mumkin. Endi insonga ta'rif berishga harakat qilamiz. Inson istasa bo'riga o'xshab yirtqich, go'sht ham yeydi. Istasa o'txo'r hayvonlarga o'xshab o't ham yeydi, ko'k somsalar pishiramiz va misol uchun oq ayiqqa misol qilib oladigan, oq ayiq faqat shimolda yashaydi, janubda esa yashay olmaydi, o'ladi. Ya'ni yashash nuqtai nazaridan ham turli xil joyda, shimolda ham, g'arbda ham, tog' ustida ham, hamma yoqda nima inson yashay oladi. Moslashuvchan. Istagan yer sharini istagan nuqtasida inson yashayapti, yashay oladi ham, moslashib ketadi. Va iste'mol jihatdan ham istagan narsasini iste'mol qilaveradi. Ya'ni inson. Endi insonga ta'rif beradigan bo'lsak, inson minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha harakatla oladigan mavjudot. Ya'ni uni xarakteri, ya'ni xulqi jihatidan, xarakter jihatidan u istagancha yomon ham bo'lishi mumkin, istagan joyda yashash ham mumkin, istagan narsani yeyish mumkin va istagancha yaxshi ham bo'lishi mumkin. Mana misol uchun hozirgi kunda dunyo miqyosida bo'lyapti, ayrim davlatlar ayrim davlatlarga hujum uyushtirib, hatto yosh bolalarni ham o'ldirib yuboryapti. Begunoh aholini qancha qismini qirib tashlayapti. Demak, eng yomon odam ham bo'la oladi, lekin shu vaqtning o'zida kimlargadir shunaqangi yaxshilik qilyapti. Buni plus cheksizlikka olamiz. Demak, inson xarakter jihatdan ham, iste'mol jihatdan ham, yashash jihatdan ham minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha harakatlana oladigan yagona mavjudot. Ya'ni insonga ta'rif shunday bersa bo'ladi. U chegaralanmagan, uni imkoniyati cheksiz. Faqat u ong ostida men shuni qila olaman desa bas, albatta harakat qilsa bir kun kelib qila oladi, bajara oladi o'sha ishni. Bu insonga ta'rif edi. Endi insonga ta'rif keltirib oldik, endi suvni ko'rib chiqamiz. Endi nima uchun men inson va suvni bog'layapman, hozir tushuntirib beraman. Inson miyasining 90% inson miyasi 90% suvdan iborat ekan. Qon 85%, mushaklar, ya'ni muskullari 75%, ko'zlarning 95% suvdan iborat. O'pkaning 86%, buyrakning 83%, yurakning 75%, hattoki qattiqqina bizning suyagimizda ham 24% suv bor ekan, tashkil qilar ekan. Umumiy miqdorda oladigan bo'lsak, mana buni yig'indisini o'rtacha aritmetikasi 76 chiqyapti, lekin umumiy miqdorda
odam 70% suvdan iborat. Mana misol uchun 100 kilolik odam bo'lsa, ana shuni 70 kilosi suv, 30 kilosi boshqa narsalar tashkil etadi. Ya'ni eng kamida 50% dan yuqori bo'ladi. Ya'ni qari insonda ham bir 50% dan yuqori suv tashkil qiladi. Shuning uchun inson ovqat yemasdan bir haftalab yashashi mumkin, lekin suvsiz bir hafta yashay olmaydi. Ya'ni ochlikdan ko'ra suvsizlikdan birinchi o'lib ketadi. Chunki insonning katta qismi 70% suvdan iborat. Endi insonning miyasida 36 milliard hujayra mavjud ekan. Lekin mana misol uchun asal aridan oladigan bo'lsak, asal arida 10 mingta hujayra bor. 10 mingta hujayra bilan u o'zida 49 ta dona qobiliyatni nima qilyapti? Shakllantiryapti. Ya'ni 49 ta ish qila oladi, qobiliyati bor. Endi shuni 10 mingga bo'lib turib 49 ga ko'paytirgan bo'lsak, insonda taxminan 176 million 400 mingta qobiliyat mavjud. Lekin uni inson bilmaydi. U qobiliyatni o'zi sekin shakllantirish kerak, orttirish kerak. Tug'ma va orttirilgan qobiliyatlar bo'ladi. Ya'ni inson hech qachon bir ishni qila olmayman deya olmaydi. U harakat qilsa albatta istagan narsasini amalga oshira oladi. Chunki unda miyasida 36 milliard hujayra mavjud ekan. Ya'ni insonning miyasi juda ham kuchli. Kompyuterdan-da kuchli. Chunki kompyuterlarni inson yaratyapti-da, insonning miyasini esa Alloh taolo yaratgan. Endi suvga ahamiyat beramiz. Suv bizga qayerdan keladi? Asosiy suv manbalarimiz yer osti suvlari va tog'lardan, qorlardan oqib, mana tog'lardan tog' deb chizib oldik. Tog' deb, mana shu tog'lardan oqib kelgan suv. Endi bu narsani nimaga tushuntirmoqchiman? Ikkita narsani men sizlarga tushuntirib bermoqchiman bu slaydimdan. Mana bu yerdan suv oqishni boshladi. Tog'ning cho'qqisidan, bilingiz, necha kilometr tepada joylashgan, tomchilab oqib, kichkina ariqcha irmoqchalardan, keyin soyga tushib, soylardan oqib, katta kanalga tushib, oqib to bizga kelguncha taxminan 10 kun, 15 kun vaqt o'tadi. Suv ana shu 10 kun, 15 kun vaqt ichida ayniydimi? Yo'q. Misol uchun Toshkent shahariga suv kirib kelar ekan, o'sha ariqdan kelgan suvni nima qiladi? Olib, filtrlab, xalqqa iste'molga chiqarib yuboradi. Ariqdan kelgan shu tog'i toshdan oqib kelgan ko'k suvni chiqaradi, xalqqa ichadi mana shuni. Ya'ni 10-15 kun yo'l yurib kelgan, taxminan endi balkim 20 kun yo'l yurar. Taxminan 10-15 kun yo'l yurib kelgan suv 10-15 kun davomida aynimaydi. Lekin biz baklashkaga bironta bir idishga solib olib qo'ysak suvni, turgan suvni nima qiladi? 3-4 kundan keyin ayniydi. Ichi aynishni boshlaydi. Ya'ni turgan suv, xulosa nima? Turgan suv ayniydi, harakatdagi suv hech qachon aynimaydi degan xulosa beradi bu narsa bizga. Shuning uchun suv tirikdir. Suv tirik. Inson ham doim harakatda bo'lsa sog'lom bo'ladi. Harakatdan to'xtab, o'tirib ishlayotganlarda turli xil kasalliklar paydo bo'ladi. Chunki insonning 70% suvdan iborat. Ya'ni kasalliklar harakatsizlik natijasida yuzaga keladi. Bunga bitta isbot mana suvdan. Endi biz jonlangan suv, bizda insonning 70% suvmi? Demak biz jonlangan suvmiz. Endi olimlar bundan ancha yillar oldin bir tadqiqot qilgan ekan. Ana shu tadqiqotni sizlarga tushuntirib beraman. Olimlar 3 ta idishga, faraz qiling, 3 ta stakanga suv solgan. 3 ta stakanga suv solganda 3 ta stakanga 3 xil munosabat bildirgan. Ya'ni bitta stakanga gapirgan: "Sen yaxshisan, sen chiroylisan, sen go'zalsan." Turli xil eng yaxshi so'zlarni aytgan va ustini yopib olib qo'ygan. Ikkinchi stakanga shundoq qaraganda be'tiborsizlik bilan yopib qo'ygan. Uchinchi stakanga yomon so'zlarni aytgan. Jamiki bilgan yomon so'zlarni aytgan, haqorat qilgan, "Sen bunaqasan, bunaqasan" va yopib qo'ygan. Keyin bir chetdan boshlab ana shu 3 ta stakandagi suvni laboratoriyada tekshirishni boshlashgan. Tekshirgan birinchi stakanga nima qilganda yaxshi shirin so'z aytgandik, uning kristal panjaralari juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Suv aynimagan holatda bo'lgan. Ikkinchi stakanda esa biz nima qilgandik? Munosabatimiz shunday befarqlik tashab qo'ygandik. Befarq tashab qo'yilgan stakan tez aynib sasib ketgan suvi. O'lik suv bo'lgan. Uchinchi stakani esa biz unga nima qildik? Yomon munosabatlarimizni izhor qilgandik. Uning kristal panjarasi esa juda ham xunuk, bir tajovuzkor kristal panjara, xunuk bir kristal panjaralarga aylanib ketgan ekan.
xulosa qilishganki, olimlar demak insonning 70% suvdan iborat bo'ladigan bo'lsa, insonga qanday munosabatda bo'lsak, u albatta kelajakda xuddi shunday insonga aylanib ketadi. Ya'ni yaxshi insonsan, sen zo'rsan, sen yaxshisan deb yaxshi gaplarni gapiraversak farzandlarimiz, ular albatta kelajakda yaxshi inson bo'ladi. Aksincha, umuman bee'tibor bo'lib, shunchaki bolamizga faqat ovqatini berib kiyintirib, shunchaki bee'tibor ta'lim va tarbiyasiga biz bee'tibor bo'lsak, u albatta g'irt betayin bizdenlik vishmarga betayin bo'lib chiqadi. Endi biz uni sen yomonsan, sen unaqasan, sen bunaqasan desak ham bir jinoyatchi, bir bezori bo'lib chiqar ekan. Shuning uchun biz farzandlarimizga bu narsa nimani beradi? Insonlarga bo'lgan munosabatimizda o'ta ehtiyotkor bo'lishimiz. Sababi insonning 70% suvdan iborat. Suvga bo'lgan munosabat esa unda aks etadi. Biz farzandlarimizga qanday munosabatda bo'lsak, ana shu munosabatlarimizning natijasi bo'ladi. Sen yaxshisan desak, albatta yaxshi bo'ladi, sen yomonsan desak, yomon bo'ladi. Bu mana shunday xulosaga olib keladigan laboratoriya natijalari edi. Endi inson suvda iborat ekan. Endi suvni o'zining tarkibiy qismini ko'rib chiqaylik. Suv qattiq jism. Juda ham qattiq jism. Bo'lib ham unaqangi qattiq jism yo'q. Og'ir sanoatda, yengil sanoatda emas, og'ir sanoatda metallarni kesishda napor bilan metallarni kesishda ishlatiladi. Ya'ni inson ham shunaqangi bir qattiq kerak bo'lsa, o'ta mendan irodali, o'ta sabrli, o'ta qattiq jism deb qabul qilsa bo'ladi. Agarda u o'zi istasa. U tirik, suv tirik. Inson suv bilan tirik. Va u 0 gradusda eriydi, bug'lanadi, muzlaydi. Faqatgina 0 gradusda mana shu 3 ta xossani namoyon qila oladi. Suv o'ta murakkab va shu bilan birgalikda hayot manbai. Barcha narsalar suv bilan bo'ladi. Zavod, fabrika, korxonami, hamma narsalarga nima kerak? Suv kerak. Suv kerak. Suvsiz hech nima bo'lmaydi. Hech nima ishlamaydi, hech nima ko'karmaydi, hech nima hech qachon hech nima bo'lmaydi. Faqat hamma narsaga nima? Baribir suv kerak. Suv bizning tarkibiy qismimiz. Endi bundan 2700 yil oldin Avesto Markaziy Osiyo hududlarida bizning ota-bobolar juda ham uzoq ajdodlarimiz Avesto degan kitob Zardushtiylik diniga nima qilgan? E'tiqod qilgan. Hozirgi kunda bironta odam bunga e'tiqod qilmaydi. Faqat buning ayrim bir viloyatlarda nimasi bor? Qolib ketgan an'analari qolib ketgan. Misol uchun to'y hashamlarda Samarqandni bir chekkasiga borganda olov yoqib turib, olov atrofida kuyov aylanib o'rtoqlarni keyin kelin tomonga kirib ketishi yoki kuyov navkar kelin tomonga ketayotganda uzun cho'pga olov yoqishi, ana shundan qolgan sarqitlardan. Bu din hech kim foydalanmaydi, bunga e'tiqod qilinmaydi. Lekin ana shu dinda Avesto kitobida bitta menga yoqqan jumla bor edi. Buni maktab davrimizda, kitobimizda bor edi. Ana shu haligacha yodimda va bu amal qilinadi. Ya'ni haligacha bu so'zlar juda ham qadrli. Birinchi bo'lib turib ezgu niyat. Zardushtiylik dini aytadi, birinchi ezgu niyat insonda shakllanadi deydi. Ya'ni birinchi bo'lib xayollarda nimadir ezgu niyat shakllanadi. Keyin esa u sekin-sekin so'zga aylanadi. So'zga ko'chadi. Xayoldagi narsa so'zga ko'chadi. Inson so'zlay boshlaydi va amalga ko'chadi deydi. Ezgu niyat, ezgu so'z va ezgu amal deydi. Mana shu ketma-ketlikni to'g'ri qilsa, hayotda inson yaxshi inson bo'lib, jamiyatga, millatga, ummatga xizmat qiladigan insonga aylanadi. Qaranglar, birinchi ezgu niyat bo'lishi kerak. Ya'ni biz farzand tarbiyasida tarbiya qilayotganimizda, "Sen qo'lingdan kelmaydi, unaqa deb uni yerga urishimiz emas, aksincha yaxshi niyat qilishimiz kerak. Yaxshi so'zlarni so'zlashimiz kerak. Ana undan keyin u ezgu amal qilishni boshlaydi. Har bir farzand ota-onani yozgan asar hisoblanadi. Qanchalik yozuvchi buyuk bo'lsa, asar shunchalik zo'r yozilgan bo'ladi-da. Ya'ni yozuvchi qanchalik mahoratli bo'lsa, asar shunchalik buyuk yozilgan bo'ladi, zo'r yozilgan bo'ladi. Ya'ni ota-ona farzandlarini qo'llab-quvvatlashi, hamisha ularga shirin so'z aytib, hamisha yonida madadkor bo'lishi, bizni tilda aytgan tankasi bo'lishi kerak. Tankasi bo'lganda uni nohaq holatda ham nima himoya qilish emas, adolat bilan himoya qilishligi, adolat bilan farzandiga munosabatda bo'lishligi va to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan mash'ala yorug'ini yoritib turadigan bu ota-ona bo'ladi. Farzandini
kelajakda kim bo'lishligi ota-onaga bog'liq. Mana bir yigit 18-20 yoshga to'ldimi, u kim bo'lganligi ota-onaning farzandiga bo'lgan munosabatidan kelib chiqadi. U hech kim emasmi, hech qanday hunarga ega emas, hech qanday bilimga ega emasmi? Demak, ota-ona shunchaki tashab qo'ygan uni. Ota-onalarning munosabati, farzandiga bo'lgan munosabatning natijasi u farzanddir. Ko'cha-kuyda yurganimizda, padaringga rahmat yoki padaringga la'nat yoki otangga rahmat degan so'zlar bejizga aytilmagan. Ajdodlarimiz bejizga bu so'zni aytmaydi. Sababiki, farzandning kim bo'lishligi ota-onaga bog'liq. Shuning uchun mana bu narsani men yozib, chizib ko'rsatib bergan bejizga emas. Bizning farzandlarimizni Alloh taolo yaratgan va ular cheksiz qobiliyat egasi, faqat biz uni qobiliyatlarini shakllantira olishligimiz kerak. Va biz ahamiyat berishligimiz kerakki, har bir so'zimizga insonning 70%dan ortiqrog'i kerak bo'lsa suvdan iborat. Har bir aytgan so'zimiz unga ta'sir qiladi. Va ahamiyat bering, 90% qismi, miyaning 90% qismi suvdan iboratmi? Suv harakatdan to'xtasa aynidimi? Demak, inson kitob o'qimasa, fikrlamasa, uni ham miyasi endi aynidi deb ayta olmayman, lekin mutlaqo ishlamaydi. Fikrlash qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Kitob o'qishlikgina insonni fikrlashini shakllantiradi. Dunyoqarashini kengaytiradi. Shuning uchun faqatgina kitob o'qish kerak. Kitob. Dunyodagi eng boy odamlar ham albatta kitob o'qiydi. Ilmli insonlar ham, tadbirkorlar ham barchasi eng yaxshi tadbirkor, eng yaxshi muvaffaqiyatli insonlarning barchasi kitob o'qiydi. Dunyodagi, nafaqat O'zbekiston, dunyodagi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, insonning miyasini 90% suvdan iborat ekan. U yaxshi fikrlash uchun albatta uni harakatga keltirish kerak. Harakatdagi suv aynimaydi. Ya'ni inson ilm olish kerak, kitob o'qish kerak. Ana shundagina u hech qachon fikrlash qobiliyati unda yomon bo'lmaydi va har doim yaxshi bo'lib keladi. Shuning uchun men bu narsani bekor chizmadim. Chunki ota-onalar hozir kunda ko'p uchraydigan muammo, bolalariga aytadi, "Sen u qila olmaysan, buni qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi" dedi. Qayerdan biladi u? Bilmayman. Ota-ona farzandini o'ldirishligi mana shunday. Uni kelajagini o'ldiryapti. Qalbini ruhan sindiryapti, qalbini o'ldiryapti. Yo'q, bolam men o'qimoqchiman, marhamat, bolam qil, faqat to'g'ri yo'l tushuntirib yo'nalish bera olishi kerak. Ko'p ota-onalarning qilayotgan katta xatosi farzandining cheksiz qobiliyat egasi ekanligini, inson o'laroq u cheksiz qobiliyat egasi ekanligini tushunmasdan bolasini cheklab qo'yadi. Sen buni qila olmaysan, buni qil. Yo'q, to'g'ri, siz farzandning ota-onasiz, lekin uni kelajagiga siz xo'jayin emassiz. Uni Alloh taolo qaysidir kasb vakili, qaysidir kasbning zo'r mutaxassis qilib yaratib qo'ygan. Ana shuni topishlikda siz yordam berishligingiz kerak. Shuning uchun iltimos qilardim, inson cheksiz qobiliyatlar egasi va uni biz shakllantirishimiz kerak. Bu esa ota-onaning mahoratiga bog'liq. Ustozlar bunda yordamchi bo'ladi. Ustozlar bilan maslahat qilgan holatda farzandni go'zal tarbiya qilishimiz kerak. Inson va suv haqidagi bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.